Audio Jungle. Assalomu alaykum qadrli bizlar kuzatib borayotgan muxlislar va endigina bizlar profilimizga kirib nima bo'lyapti ekan deb tomosha qilmoqchi bo'lgan akalar, ukalar. Bu video ko'rsatuvimiz 18+ opalarga, singilchalarga bu narsani ko'rishni taklif etmaymiz. Ko'zchalari qonga to'lgan akalar, ukalar va qizlari ajali bo'lgan krasavchik bolalar bo'ladi. O'shalar kuzatib borayotgan video bo'ladi. Biz sizlarga bugun eski qo'shiqlarimizni sizlarga obzor sifatida eshittiramiz va uni ma'nosini sizlarga chaqib beramiz. Bizni kuzatishda davom etsangiz, bir kecha mehmoning bo'lar degan qo'shiqni hamma eshitgan. O'sha qo'shiqni muzikasini sizlarga tahlil qilib beraman. Qo'limdan kelgancha bizni qo'llab turasizlar va biz bilan birga bo'linglar. Eng qiziqarlilari bizda bo'ladi. Ketdik. Ko'zlaringga qarab tursam maylimi, sochlaringni tarab ursam maylimi, quchog'ingda sayrab tursam maylimi, xo'p degin bir kecha mehmoning bo'lar, bir kecha bag'ringdagi joning bo'lar. Da buni eshittiribsizlar, конечно, bu narsani hammalar tushundilar so'zi. O'sha paytlar ham sizlar o'ylaysizlarki, hozirgi bolalar, biz shu stribizga boramizda, qizchalar bilan yuramiz, takoy boramiz, restoranchalarga, klubchalarga olib boramiz, keyin astagina ko'ngilchasiga, qo'yinchasiga qo'lni olib А что, так можно было, что ли? bo'ladi deb o'ylagansizlar hozirgi yoshlar, lekin o'sha paytda ota bobolarimiz ham shu yosh bo'lgan. Ko'p narsa qilgan. Balkim sizlar qilmagan, biz qilmagan narsalarni ham qilgandir. Hozir eshityapsizlar nima deyapti? Bir kecha mehmoning bo'lay deyapti. Bir kecha. Da, qo'yningdagi joning bo'lay deyapti. Вот это поворот! Ito bu narsani hozir aytyapti. Hozir bizlarning qo'shiqlarimizni eshitsa, sevgi, o'ldim, kuydim. Yo'q, haqiqiy san'at asari o'sha paytlar bo'lgan. Mana bu muzikani shedevr desa bo'ladi. Maza qilinglar bu narsani eshitib. Chikatellaganlar dedik-ku. Kecha bag'ringdagi naqshing bo'lay, bir kecha dunyoda eng yaxshing bo'lay, shoir qil bo'lay, baxshing bo'lay, shoir qil bo'lay, baxshing bo'lay, xo'p degin bir kecha xushholing bo'lay, bir kecha bulbul g'azal xoling bo'lay. Narsani eshityapsizlar. Bir kecha bulbuling bo'lay deyapti, g'azalxoning bo'lay deyapti. Endi bizaga o'xshab-da, kecha romantikni o'zingcha, bittaligi televizorcha porno xapchani qo'yib olib ikkalasi. Da, bu hozir sizlar davrlaringizda shunaqa. Lekin o'sha paytlarda onasi nemsin, bularda unaqa sharoit bo'lmagan. Televizor ham bo'lmagandir menimcha. Ular nima qiladi? Birinchi g'azalxonlik qiladi. Kecha kelgumdir debon ul sarvi gulro kelmadi. Ha, Firis? Keyin nima bo'ladi? Da, ularda unaqa vaziyat bo'lmagan. Klubchaga olib borib, yedirib, ichirib, mast qilgandan keyin astagina gastinisachaga olib kirib olib, pravisini ko'rmagan-da. Birinchi g'azal aytilgan, qo'yningdagi naqshing bo'lay deyapti. Endi u payt odamlar kir cho'milmagan-ku. Badanda naqsh bo'lgan-da qadam. Da, yo, unaqa emas aslida. Endi har bitta davrni o'zini kayf qilayotgan variantlari bo'ladi va sharoitga kelib chiqqan holda kayf qilingan-da. Ko'rib turganingizdek bulbuling bo'lay deyapti,
naqshing bo'lay deyapti. Xo'p degin bir kecha mehmoning bo'lay deyapti. Lekin borku bu amaki ham toza yobrello bo'lgan ekanda, qara baribir dalapalarda tok zo'rlari ichida emasda uyga borib qilmoqchi. U dadasi ushlab olsa biznes qilardi. Da, dальше eshitamiz. Muzikachani ham eshitibsan. Eng qizig'i bu to'ydan zapis qilinganda. Bu to'ydan zapis qilingan, aytganday, buni original studiyni varianti yo'q. U paytlar to'ydan zapis bo'lingan. U ham bo'lsa, kimdir videochini kamerasidan zo'rga olingan. Ha, u studiyaga borib zapis qilish degan narsa bo'lmaydi. U payt chunki studiyani o'zi bo'lmaydi. Sinalari tinmay isyon qiladi. Sina banding bag'rini qon qiladi. Sinalari tinmay isyon qiladi. Sina banding bag'rini qon qiladi. Ko'zlarimni xonavayron. Da, sizlarga savol. Ammo Firuzdan ham savol. Sina degan nima degani? Da. Sina degani bilmayotganlar uchun ajoyib yangilik bo'ladi. Sina so'zining ma'nosi bu jiji. Ko'kraklaring debdi, tinmay isyon qiladi deyapti. Tinmay ko'kraklari qimillaydi deyapti. Para Messi. Buni ko'zlarim ko'rib azoblanadi deyapti. Tushunyapsizmi? Sina banding deyapti. Sina bandni tushunmaysiz. Nimaga liftchik deydimi, nima deydi? Seriozmi? O'sha ko'krakni ushlab turayotgan boyagi bog'ich o'sha banding deyapti. Sinalaring tinmay isyon qiladi. Sina banding bag'rimni qon qiladi deyapti. Chunki mana bu ochilmay odam ko'zni o'ynatyapti-ku. To'g'risi, odamni ko'zni o'ynatayotgandan keyin azob beradi. Ko'zga onasi bu yomon, bu qaramaydi unaqa narsaga. Ko'p qarasangiz azob yeysizlar. Keyin haligi ichkarida bittasi allaqachon bilib qiyshayadi. Chunki ko'zcha azoblanyapti-ku, pastga ham azob beradi-da birdan. O'shaning uchun tushunmaganlar uchun bu ajoyib nima deydi? Lug'at sifatida men sizlarga tarjima qilib berdim. Bu nomi ko'krak. Da. Ko'zlarimni xonavayron qiladi. Ko'zlarimni xonavayron qiladi. Xuddi jonim sina banding bo'layin. Bu chikatella yomon ekan akam, ko'zlarimni vayron qiladi deyapti. Tushunyapsizmi? Bularni ko'rib men chidolmayman deyapti. Qo'y shu deyapti, tinchgina deyapti, shu qo'ya qolay deyapti. Ko'kragini ushlab turayotgan boyagi narsa qo'ya qolay deyapti. Amaki vahshi. Ko'p narsani xohlagan ekanlar. Buni nagli qo'shiq qilib aytyapti-da, qizig'ida. Yo, barishsin. Ana, ko'rdingizmi? Qanday san'atda ahvoli. Ito, lekin biznikida yaxshiroq bo'lgan, chunki живой aytilgan, самое главное. Garchi bu fahsh ishlar bo'lsa ham живой aytilgan-da. Eshitamiz. Tonggacha asalu qanding bo'layin. Prezident qilinglar. Tonggacha asali qanding bo'lyapti. Bu aldayapti amakichi ham. O bittadan keyin uning ko'ziga puxtay ko'rinib qoladi, asta-yana ishtonni kiyadi, ketadi u. Bu aldayapti hozir bu. Endi nima deydi? Haligi bir zo'r narsa bo'lsa ham, bitta borib shunday shikolat zo'rida, shunday ochyapsizlar, bitta yeysizlar, yegandan keyin sal badlangiz ko'rgandan keyin shu och qolib ketadi ham-da, keraksa, yeyib ketadi-da. Bu amakichi ham hozir to yetishib olguncha haligi svetcha yonib qolgan miyaga beryapti.
O'sha to yetishib niyatiga yetguncha bu aytyapti-da. Ertalabgacha qolay deyapti. Opacha yo'q deyapti, qolma deyapti, iloji yo'q deyapti. Sen kuncha oz bilaman, qilasan ketasan deyapti. Yo'q deyapti, men qolay, asal qanding bo'lay deyapti. To'lg'anib yotaman bag'ringda deyapti. Bu kunta al deyapti bu. Ehtiyot bo'lamiz. Bunaqalar hozir ham ko'p. Bir kecha men podshohing bo'layin yoki sen shoh bo'lgadoying bo'layin. Bir kecha men podshohing bo'layin yoki sen shoh bo'lgadoying bo'layin. Tonggacha zulm et adoying bo'layin. Tonggacha zulm et adoying bo'layin. Eshitdingizmi? Tonggacha zulm et, men adoying bo'layin deyapti. Bu degani onasini emsin, karvatchaga ikkita qo'limni bog'lab qo'yib, qancha azobimni bersang ham deyapti, men chidayman deyapti-da. Da, o'sha paytda ham manyakchalar bo'lgan. Bu narsani chingan chinadi. Manyakchalar ko'rib turgan edik. Bilaman sizlar. Yomon dedi-ku. Qarshi eshitamiz. Xo'p degin bir kecha xoqoning bo'lar. Bir kecha men shoh sultoning bo'lar. Seni deb dunyoga keldim ey sanam. Seni deb dunyoga keldim ey sanam. Dalliyu divona bo'ldim ey sanam. Ko'rdingizmi? Nafs balosi yomondir, har baloga salodir deydi-ku. Ana shu hozir mana shu gapni eshitganlar ham hozir ichidan shunday o'tdi-da, o'zi 100% da. Haligi narsaga yetish uchun men seni deb dunyoga kelganman deyapti-da. Tushunyapsizlarmi? Bir narsani eslatdim-a. Da. Yetish uchun nimalar qilmaydi? Seni deb dunyoga keldim deydi. Men sen uchun yaralganman deydi. Onasining uyda xotin bola chaqa turibdi uni. Bu tvar yetish uchun men seni dunyoga sen uchun kelganman deydi. Bu bekordan bekor uchrashmadik deb qo'yadi. Manyakchalar, bilaman, sizlar yomon. Seni deb dunyoga keldim ey sanam. Dalliyu divona bo'ldim ey sanam. Visolingga qachon to'ydim ey sanam. Xo'p degin bir kecha mehmoning bo'lar. Oxiri aytdi, eshitdingizmi? Visolingga qachon yetdim sanam deyapti da. Bermagan-da apayam. Ancha vaqt qiynab yurgan, bu ichib olib ana qo'shni aytgan. Bir kecha jismingdagi qoning bo'lar. Nima qon bo'ladi? Bir kecha men seni mehmoning bo'lar. Da, eshitganlaringizdek, bu narsa oddiy shunchaki qora hazil, qora yumor. Bu narsani to'g'ri tushunasizlar. Biz hech kimning ustidan kulmoqchi ham emasmiz, hech kimni haqorat qilmoqchi ham emasmiz. Bu shunchaki yumor. Bu narsani to'g'ri qabul qilasizlar. Bizga haligi negativchilik yozayotganchilar, bizga poxu yozaveringlar, nima deb eshitdingizam. Biz hamma negativchilarni ana shunday qo'lni ochib bo'lamiz. Hammaga rahmat. Bizni kuzatishni davom eting. Biz sizlar uchun ijod qilamiz. Ad dushi.